Ko'rayotganingizda mana shunaqa joylarda ko'pincha mashina mana shunaqa joylarda tuz yig'ilib qoladi, esdan chiqib ketadi. Bu polirovka jarayonida ham shu holatda qolib ketadi ko'pincha joylarda. Именно qiziq bo'lgan joyki, ko'pincha polirovka qilayotgan paytda, даже keramika qilayotgan paytda buku yetishmaydi. Mana shu narsaga e'tibor beraman. Bizda ko'rayotgan bo'lsak, mana shu joylarni polniy daskalarni tozalab, yuvib, bukularni tagigacha polniy tozalab, eng qiziqarlisi aytaymi? Qara, chang tagida rezinkani ko'rding? Mana. Yana bitta narsani ko'rsaman, iloji boricha ruchkalarga yechiladi и mana ko'pincha kir, loy, tuz yig'iladigan joy. Mana shulargacha. Shox ichidagi rezinkalarigacha polniy yuviladi, keyin polirovka qilinadi. Конечно, polirovkadan oldin обработка glina bo'ladi, keyin polirovka bo'ladi. Undan tashqari yana bitta yuvilgandan keyin 3-etaplarni ideal darajada qilib, gologrammalar tekshirilgan holatdan keyin уже keramik sostav qilinadi bolalar. Просто turgan holati shunda polirovka qilib, mo'ykalan qilib biza berib olmaymiz, iloji yo'q va biza jiddiy stiklo bilan, biza keramika deb biza maqtab chiqarmaymiz. $100 biza qilib beramiz, $200 qilib beramiz, 3 millionga qilib beramiz. Bu просто hammasi marketing. Marketingga ishonib qolmanglar bolalar. Kvartalda aytingizda doimo haqiqat va bor narsani olib chiqadi bolalar shu.